Salom do'stlar, Access.uz kanaliga xush kelibsiz. Bugun AirPods Pro 2 Dubai versiyalarimizni to'liq video obzorini ko'rsatamiz. Ko'rinishi, sifati, xususiyatlari, anisi, bezanisi, funksiyalari, xullas hamma narsani batafsil ko'rib chiqamiz. Video oxirigacha qoling, foydali ma'lumotlar bo'ladi. Boshladik. Mana bizda AirPods Pro 2 larimizni 3 xil ko'rinishdagisi bor. Bular demak anisi funksiyali, qora matviy rangli va bez anisi funksiyali variantlarimiz bor. Hozir endi buni korobkalarini ko'radigan bo'lsak, qalin kardon materiallardan ishlangan. Ko'rinishlari original bilan birga bir. Ko'rishingiz mumkin mana. Original bilan birga bir qilib ishlangan. Korobkaning ichini ochib ko'radigan bo'lsak, hop, birinchi bezanisidan boshlaymiz. Korobkaning ichida nima bor? Demak, korobkasining ichida birinchi bo'lib o'zini yo'riqnoma hujjatlari original bilan birga bir qilib ishlangan, bir xil. Va naushnik keysimiz, zaryadniy simimiz, Type-C to lighting bo'ladi kabeli va quloqli uchun ambishuri. Bu AirPods Pro ga qaraganda yana bir razmer ambishur qo'shib ishlangan bo'ladi. Ya'ni 4 ta emas, 6 ta ambishur bo'ladi. Demak, keysimiz o'ziga keladigan bo'lsak, keysimiz mana bunaqa akkuratniy salafalarga o'ralgan. Oq glansiviy yaxshi materialdan ishlangan. Orqasida telefon gulash yoki zbros qilish uchun knopkalar bor. Oldida indikator chiroq teshiklari bor va Pro'imizdan buni farqi, Pro 2mizni bo'tiga brelok taqish uchun teshigi bor. Mana keysini ko'rinishlari. Va pastda kolonkalari ham bor. Pro'dan farqi. Keyslari juda ham ajoyib, premium hissa berib turibdi. Magnet loklarga keladigan bo'lsak, umuman yopilib ketmayapti. Pro'dan keyin bu Pro 2 chiqqanda kolonkalar qo'shilib, mana ochilib yopilganda ham ovoz chiqyapti. Mana. Endi quloqchinlarning o'ziga keladigan bo'lsak, gravirovkalari hamma narsasi birga bir qilib ishlangan. Mana bu yerda yozuvlari, setkalari hammasi premium klassi berib turibdi. Mana. Endi buni qorasini ochib ko'ramiz. Qorasida ham xuddi shunaqa yo'riqnoma hujjatlari salafalarga o'ralgan bo'ladi. Zaryadniy kabellari, ambishurlari oqi bilan bir xil bo'ladi, faqat bu glansiviy emas, matviy bo'ladi. Xuddi shunaqa brelok uchun teshiklari, kolonkalari, bo'la orqasida knopkalari bo'ladi. Type-C to lighting dan zaryadga oladi. Bu ham ochib yopilganda ovoz chiqadi. Quloqchinlari ham matviy bo'ladi. Silikon ambishurlari ham matviy bo'ladi, yozuvlari bor. Bu ham xuddi original bilan birga bir. Gravirovkalari hamma narsasi, sensor boshqaruvli joylari xuddi original bilan bir xil qilib ishlangan bo'ladi. Mana keys ichlarida ham yozuvlari bor. Quloqchinlarimizning o'zida ham yozuvlari bor. Endi anisi funksiyaligini ochib ko'radigan bo'lsak, bunimizni ham hujjatlari, ambishurlari, Type-C to lighting kabellari hamma narsasi bir xil bo'ladi. Mana keysimiz o'ziga keladigan bo'lsak, bu ham bez anisi bilan bir xil bo'ladi. Lekin buni bez anisidan ko'ra ustun taraflari bor. Uni video davomida aytib o'tamiz. Mana keyslari, kolonka joylari, brelok taqadigan joylari hamma narsasi, knopkalari, indikator joylari hamma narsasi birga bir ishlangan bo'ladi. Mana quloqchinlarning o'zi ham, gravirovkalari hamma narsasi bir xil qilib ishlangan. Endi bu naushniklarimizni telefonga ulab ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib naushnikimizni iPhone'ga ulab ko'ramiz. Bez anisi AirPods'imizni ulaymiz. Keys ochganingizda shunaqa animatsiya chiqadi. Подключить bosamiz va ulandi. Mana keysimiz zaryadini alohida, quloqchinlarimiznikini alohida ko'rsatadi va hozir mana ulandi. Настройкаga kirib, AirPods настройкasidan seriyniy nomerlarini ko'rsangiz bo'ladi. Mana birinchida turgani keysimiz seriyniy nomeri. Bir marta bossangiz chap taraf quloqchinning seriyniy nomeri, yana bir marta bossangiz o'ng taraf seriyniy nomerini ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu joydan o'zingiz ismingizni yozib ishlatsangiz bo'ladi. Endi naushnikimizni Android telefoniga ulab ko'ramiz. Mana bu Redmi telefoni. Настройкasidan Bluetooth yoqib olamiz. Bluetooth настройкалariga kiramiz. Keysimizni ochamiz. Va mana AirPods'imiz topdi. Ulanmoqda. Ulashni bosamiz.
va ulandi. Batareya holati faol. Bu hozir Redmi telefoniga uladik. Huawei, Samsung barcha Android qurilmalariga xuddi shu yo'l bilan ulanadi. Endi quloqchinlarimizda musiqa tinglab ko'ramiz. Hozir mana musiqa eshityapman. Ovoz tonlari tiniq, baslari zo'r, silikon ambishurlari ham quloqda turish uchun juda ham qulay, yumshoq turibdi quloqimda. Sport paytida, o'qishda, ishda, hamma joyda mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi, quloqdan tushib ketmaydi va arzonchi kopiyalarnikidagi ortiqcha ovoz, ortiqcha shovqinlar yo'q. Hozir ANS funksiyasini yoqib, ulab ko'rsatib beraman. Hozir mana ANS funksiyali AirPods Pro 2 mizni uladim. Mana momentida ANSni yoqib o'chiradigan joylari bor. Shutidan ishlatsanglar bo'ladi. Bu ANS funksiyali naushnikimizni ham nastroykaga kirganingizda mana momentidan ham yoqib o'chirsanglar bo'ladi. Bemalol o'zingizlarning isminglarni yozib qo'ysanglar bo'ladi va seriyaning nomerlari ham mana bossanglar keysga quloqchinlarniki alohida ko'rsatadi. Bu ANS shuma подавление funksiyasi tashqaridan ortiqcha ovoz kirishini, ortiqcha shovqinlar kirishini oldini oladi. Bu bez ANS AirPods'imizda ham o'zi shovqinlarni kamaytiradi, lekin bu alohida shovqin uchun alohida funksiya ishlab chiqarilgan. Sababi o'sha tashqaridagi ortiqcha shovqinlarni to'sish uchun. Ishda metroda ketayotganda, o'qishlarga ketayotganda shu ANS funksiyalarini yoqib olib, maza qilib eshitib ketsanglar bo'ladi. Mana mana shu yerdan yoqiladi. Bu AirPods'imizni qorasi ham hamma narsalari, funksiyalari shu oq AirPods'larimiz bilan bir xil bo'ladi, faqat rangi qora bo'ladi va qora matviy bo'ladi. Mana quloqchinlari ham, bu silikon ambishurlari ham hammasi qora matviy bo'ladi. Keys ichlarida yozuvlari, quloqchinlarning o'zidagi yozuvlari hammasi birga bir qilib ishlangan bo'ladi. Endi bularning og'irligini taroziga qo'yib o'lchab, sifatini og'irligidan ham ko'rsak bo'ladi. Mana qora AirPods Pro 2 mizning og'irligi 58 gram. Oq bez ANSning og'irligi 58 gram. Oq ANSligimizning og'irligi 59 gram. Mana ko'rib turganingizdek, hamma AirPods'larimizning og'irligi bir xil. Shu og'irligidan ham sifat darajasini ko'rib olsangiz bo'ladi. Va bu qora AirPods Pro 2 mizda ANS funksiyasi yo'q. U faqat alohida ANS funksiyali AirPods Pro 2 sotuvimizda bor. Ana o'shanda bor shuma подавление funksiyasi. Endi AirPods'larimizda zaryadkasiga keladigan bo'lsak, zaryadkasi quloqchinlarning o'ziniki 4 soat, 5 soat atrofida ishlatsanglar bo'ladi. Keysi bilan birga 12 soatdan 24 soatgacha yetadi. Bu ovozni baland-past qilib eshitishinglarga bog'liq. Baland ovozda kamroq yetadi, o'rtacha ovozda ko'proq ishlatsanglar bo'ladi. Uchala naushnikning zaryadkasini yetish vaqtlari bir xil. Type-C to Lightning kabel orqali zaryadka qilinadi. Taxminan 1,5-2 soatlarda zaryadi to'ladi. Va bu naushniklarimiz ichida faqatgina ANS funksiyali naushnikimiz beprovodnoy zaryadka oladi. Mana hozir zaryadkaga qo'yib ko'rsatib beraman. Mana qo'yganinglarning o'zida MagSafe magniti tortyapti va ovoz chiqaradi. Mana. Bez ANS funksiyaligimizda beprovodnoy zaryadka funksiyasi yo'q. Qoramizda ham bu funksiya mavjud emas. Faqat ANS funksiyaligida bor. Endi AirPods Pro 2larimizni plus va minuslariga keladigan bo'lsak, ko'rinishi originalga juda o'xshash, birga bir qilib ishlangan. Sifati arzon kopiyalarnikidan ancha zo'r. iPhone ga ulanganda animatsiya chiqadi. Ovoz sifatlari juda ham zo'r. Batareyalari uzoqga yetadi. Hamma telefonlarga, Android telefonlarga ham oson ulanadi. Narxlari qulay narxlarda. 18 oy rasmiy kafolati bor va silikon chexolni ham sovg'a tariqasida qo'shib beramiz. Bu AirPods Pro 2larimiz yana bir ustun tarafi Pro ga qaraganda ambishuri yana bir razmer ko'proq chiqarilgan. Endi minuslarga keladigan bo'lsak, bu naushniklarimiz 100% original emas, ular kopiya. Shovqin kamaytirish funksiyalari yo'q va bu bez ANS qoralarimiz beprovodnoy zaryadka olmaydi. Lekin narxiga nisbatan hammasi juda yaxshi variant. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, AirPods Pro 2 Dubai versiyalarimiz narxiga mos yaxshi variant, ko'rinishi sifatli, ishlatish uchun qulay, bonus sifatida silikon chexol qo'shib beriladi va 18 oy rasmiy kafolati bor. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, do'stlaringizga ulashib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Access.uz, ishonch va sifat. Xayr.